bo'ladi. Shu haqda xo'p, yana Genspark AI ga bog'lanamiz. Bu yerda Genspark AI ga kirsangiz, Clip Genius degan joyi bor. Shu Clip Geniusda ya'ni CapCutdan ko'ra bu osonroq va tushunarliroq. Ya'ni bunda nimalar qilsa bo'ladi? 2 soatli, 3 soatli futbol yoki sport, qanday tur kinolarda eng muhim jihatlarini highlight qilib, grid layout, ya'ni 3 ta 4 ta kadrda kesib olsangiz bo'ladi yoki single clip layout bo'lsa, aynan o'sha qisqa qilib bitta ikkita joyini eng ko'zga ko'rinadigan, odamlarda o'ziga jalb qiladigan joylarni kesib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta so'rov orqali. Xo'p, biz misol uchun grid layout yoki single clip qaysi birinidir tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, grid layoutga o'tadigan bo'lsak, misol uchun bu yerda nima kiritasiz? Bu yerda o'sha YouTube'da birorta videoni linkini olasiz va shu yerga linkini qo'yasiz va menga shundan 1 minutli video yasab ber, eng yaxshi jihatlarini deb aytsangiz, bemalol chiqaveradi. Hozir bu yerda tayyor bizga template qilingan. Shu yerdan men birortasini tanlab ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rsak yoki birorta YouTube ga kirib video mana bu. Shuni hozir kechagi o'yin linkini olamiz, copy qilib va yana Gensparkga kiramiz va bu yerda copy paste qilib, hop, shu link orqali videoni eng yaxshi kadrlarini highlight qilib ber. Eng qiziq joylarini deb yozamiz. Mana shunaqa kiritib ko'ramiz. Hop. Genspark o'zi har bitta, ya'ni boyda har bitta jarayonni o'zi qilib chiqadi va sizga xuddi shu CapCutga o'xshagan montaj qiladigan joyi ham bor. Ya'ni kerakli joyini o'zingiz yana qo'shib, captions, audio joylarini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ham ya'ni o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Export save degan narsasi, preview qilishlaringiz. Demak, sizda har bitta kadrni yana qo'shib yoki nimadirlarni o'zgartirsangiz bo'ladi o'zingiz. Mana videoyimiz ham tayyor bo'ldi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 38 sekundlik. Siz 1 minut, 1,5 minut yana cho'zishingiz mumkin. Ya'ni eng zo'r joylarini soch hozir ko'rishimiz mumkin. Qanaqa chiqqan? Qolganlar yordam berishga ulgurmaydi. Qisqa fursat ichida ikkinchi golni ham o'tkazib yuborgan. Shu birinchi taymda qarshisida bo'sh hudud. Shomurodov bilan o'ynadi. Qolganlar yordam berishga ulgurmaydi. O'zingiz montaj qilsangiz bo'ladi qolgan joylarni. Ikkinchi golni Alijon taqdim etiladi. Franco to'g'ri hujumchisiga to'pni yetkazib berdi. Zarba yo'llandi. Shu orqali siz kesib olishingiz mumkin. To'pni qaytardi, to'g'ri. Mana tayyor, ya'ni 2 soatli videolarda shunaqa highlightlarni olib, ya'ni video shortslar qo'yib pul topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yana bu yerda juda ham ko'p funksiyalar bor. Bularni o'zingiz montaj qilib, yana qo'shimcha narsalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Albatta videoga kirib o'zingizga manfaat toping.